Assalomu alaykum do'stlar. Bugun marafonimizning 3-kuni shaxsiy rivojlanish bo'yicha har kuni bittadan zo'r instrument sizlarga berib kelyapman. Va mana hozir ofisga keldim. Soat 6:32. Marafonimiz bo'yicha har kun soat 7:00 gacha ofisga kelib, YouTube'ga bitta rolik joylab, sizlarga foydali kontent berish. Demak, bugungi mavzuyimiz o'ta muhim mavzu. Agar buni menga bir necha yil oldin pulga sotishganda, juda ham ko'p pulga sotib olgan bo'lardim bu darsni. Sizlarga mana bepul ulashyapman. Ko'ringlar, hayotinglarni juda ham ko'p vaqtini, asabini, pulini saqlab qolishi yoki tejab qolishi mumkin bo'lgan instrumentlardan bittasi. Bilsanglar, hamma internetda o'yin o'ynagan. O'yinlarni tezroq yutishi, xatolar qilmaslikning eng zo'r yo'llaridan biri nima desa, ikkitagina yo'li bor. Yoki o'sha o'yinni ichidagi missiyani bosib o'tgan odamni tajribasidan so'rash kerak, ya'ni olish kerak u insondan ma'lumot. Yoki ikkinchi yo'li, siz yo'lda shu missiyani o'tishda maxsus cheat kodlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Mana GTAda shunga o'xshagan o'yinlarda har xil cheat kodlar bor. Xuddi shunaqangi cheat kodlar, xuddi shunaqangi tajribalar bizning real hayotimizda ham bor va aynan xuddi shunaqangi cheat kodlar bilan har kuni sizlar bilan bo'lishib boraman. Demak, bugungi ko'rib chiqadigan sizlar bilan mavzuyimiz miyadagi qopqon. Agar buni qancha tez, qancha erta bilsangiz, shuncha yil vaqtingizni tejab qolishingiz mumkin bo'ladi. Keling ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, loyihalar juda ham ko'p. Bir nechtasini bugun yoki yaqin orada topshirishingiz kerak. O'tirib ishlamasangiz, deadline aniq o'tib ketadi. Birovga ham topshiradigan bo'lsangiz, topshira olmaydigan holatdasiz. Faqat o'zingiz qilishingiz kerak bo'lgan holat. Men freelancer ishlaganim uchun va men tanishlarim ham juda ham ko'p insonlar aynan freelancer ishlagani uchun bunaqa holatlar juda ham ko'p, tez uchraydigan holatlardan bittasi. Nafaqat freelancer, balki umuman biznesda ham shunga o'xshagan holatlarda ham ko'p uchrab turadigan holat. Birinchi miyangizga keladigan narsa nima qilasiz? Xayolingizga birinchi nima keladi? 90% odamlarda birinchi xayoliga uxlamasdan ishlayman, hamma ishni bitiraman ertalabgacha va loyihani mijozga topshiraman yoki loyihani shu aytaylik bajaraman va keyin mazza qilib dam olsam bo'ladi degan xayol. Mana shu sizni juda ham chuqurlikka olib kirib ketadigan qopqon hisoblanadi. Men sizga buni tushuntirib beraman. Eng noto'g'ri qaror. Agar ishni soat 12 gacha bitira olmagan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan uni tonggacha ham bitira olmaysiz. Chunki xohlagan ishingizni mana ertalab turib normal ishlaydigan odam 12 gacha ishlaydigan bo'lsa, o'sha ishni bitirishi mumkin-da. Agar o'sha paytgacha bitirmagan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan ertalab ham bitira olmaysiz. Sabablarini tushuntirib beraman. Nimaga bitira olmaysiz? 3 ta sabab bor. Birinchisi energiya. Ertalabgacha o'tirganingizdan keyin o'zi kun bo'yi ishlagan bo'lsangiz, yana ertalabgacha o'tirmoqchi bo'lsangiz, miya ishlashni to'xtatadi, o'zi ishlay olmay qolasiz. Aniq bilaman, chunki menda bunaqa holat juda ko'p bo'lgan, juda ko'p xatoni takrorlaganman. Ikkinchisi, kechasi vaqt sal boshqacharoq o'tadi. Kechasi o'zi ishlaydigan holatda bo'lmaysiz, ishlaydigan nastroyeniyada bo'lmaysiz, ishlaydigan atmosferada bo'lmaysiz. Juda ham qattiq sizga ta'sir qiladi, vaqt tez o'tib ketadi. Va uchinchisi, ruhiyat, emotsional jihatdan o'zingizni majburlashni boshlaysiz, o'zingiz xohlamagan ish qilishni boshlaysiz. O'zi yaxshi ko'rgan ishingiz bo'lishi mumkin, lekin bunaqangi holatda ishlagandan keyin ishlagingiz kelmaydi-da, o'sha ishni ham to'g'ri, chiroyli, yaxshi, mijozga yoqadigan holatda bitira olmaysiz. Shuning uchun 3 ta buni faktori bor. Yechimi nima desa, yechimi 3-4 soat uxlab tongdan boshlash kerak o'sha ishni. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, yonib ketmaydimi o'sha ishi. To'g'risi, sababini tushuntirib beraman. O'zi unaqa deb fikrlamas edim. Yo, bugun topshirish kerak-ku, endi mijoz kutyapti-ku deydigan fikrda bo'lishingiz mumkin-da. Lekin o'sha mijozga yaxshi bo'ladi agar siz 3-4 soat uxlab turib tongdan boshlaydigan bo'lsangiz. Nima sababdan? Agar unaqa qilmaydigan bo'lsangiz, tonggacha yaxshi ishlay olmaysiz. Tongda yoki uxlab qolasiz yoki o'sha kuni ertasi umuman hech narsa qo'lingizdan kelmay qoladi. Ya'ni ishlashingiz kerak, ishni bitirishingiz kerak, ertalabgacha o'tirasiz. Oxirigacha bitira olmaganingizdan keyin nima bo'ladi? Ikkita variant bor. Yoki uxlab qolasiz, yoki o'zingiz majburlab nimadir qilishga harakat qilasiz, baribir qila olmaysiz. O'sha kunda umuman energiya bo'lmaydi. Boshingiz og'rish boshlaydi, sog'lig'ingiz yomonlashishni boshlaydi va o'sha ishni ham bitira olmaysiz va mijozga topshirishingiz kerak bo'lgan ish yana ertangi kunga qolib ketadi. Undan keyin yana ertangi kunga qolib ketadi. Tushunyapsizmi? Eng yomoni ertasi kuni yana xuddi shunaqa holat bo'ladi, keyingi kuni yana xuddi shunaqa holat bo'ladi va bu cheksiz aylanaveradi. Mana aynan shu narsa sizni qopqonga tushiradi. Agarda shu narsa sizda bo'lgan bo'lsa, videoni pauzaga qo'yib turib, kommentariyada yozing, "Ha, menda shunaqa narsa bo'lgan" deb. Juda ham yomon holat. Bu narsani hech kimga tavsiya qilmayman. Men bu narsani
yengib ketaman, ha bugun men kechasi uxlamasdan ishlab bitiraman degan holatlarim shunaqangi ko'p bo'lgan. Men bu narsadan o'tganman. Menimcha eng ko'p bunaqa holat tushgan odam men bo'lsam kerak. Shuning uchun bu narsani astoydil aytib alohida prezentatsiya qilib sizlarga tushuntirib bermoqchi edim. Endi keyingi masala, bir kun tejayman deb bir hafta, bir oy, bir yil yo'qotishingiz mumkin. Tasavvur qilasizmi? Bir kun tejayman deb, bir kun shu uxlamasdan ishlab bitirib qo'yaman deysizda, yuraverasiz. Oylab vaqtingiz o'tib ketishi mumkin-da. Men bu narsani boshimdan o'tkazganim uchun, menda bu narsa shaxsiy tajribamda bo'lganligi uchun ham sizlarga maksimal darajada yaxshilab tushuntirib bermoqchiman. Mana bu narsani yaxshilab tushunib olsangiz, cheat code hayotingiz shunaqa o'zgarib ketadi. Hayot shunaqa o'zgarib ketadi. Rejimni to'g'rilaydigan bo'lsangiz, ya'ni shu kun tartibini to'g'rilaydigan bo'lsangiz, uxlab, aniq uxlaydigan vaqtingiz bo'lsa, nima ish bo'lishidan qat'iy nazar uxlab, ertalab turib davom ettiradigan bo'lsangiz, shunaqa ko'p ishlarni bitirib tashlashingiz mumkin. Undan tashqari, mayli siz vaqt yo'qotdingiz, asab yo'qotasiz, sog'lig'ingizni yo'qotasiz, pul yo'qotasiz, obro'yingizni yo'qotasiz, ishonchingizni yo'qotasiz. Mijozlarga nisbatan yoki shu xodimlaringizga nisbatan yoki kompaniyangizga nisbatan yoki qaysi loyihada ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha loyihaga nisbatan. Shuning uchun bu cheat code yaxshilab tushunib olinglar. Maksimal darajada sizlarga tushuntirishga harakat qildim. Agarda tanishinglarda shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, yo'natinglar. Mana hozir men bu narsani to'g'riladim, to'g'rilashga harakat qilyapman. Kelajakda menda bunaqa umuman bo'lmaydi deb ayta olamanmi yo ayta olmayman. Kelajagimizni bilmaymiz. Lekin men bu narsani cheat code yaxshilab tushunib oldim, miyamga qo'ydim. Boshqa bu xatoni takrorlamaslikka harakat qilaman va sizlarga ham bu narsani tavsiya qilaman. Video agar foydali bo'lgan bo'lsa, qanaqangi manfaat olgan bo'lsangiz, kommentariy yozing, like qo'ying, Telegram blogimni kuzating, Instagram blogimni kuzating. Barchaga rahmat kattakon. Sizlar bilan ertaga ertalab ko'rishamiz.